Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar va obuna bo'lmasdan ushbu Qora Sher YouTube kanalini kuzatib kelayotgan muxlislar. Obuna bo'lib, like bosib va har bitta chiqarilayotgan videolarning ostida o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli obunachilar, hurmatli ushbu Qora Sher YouTube kanalini kuzatuvchilari. Kecha bir video chiqardim. Videoda bizni vatandoshlarimizni boshqa bir vatanda odam o'rnida ko'rishmayapti, haqoratlashyapti. Bularga sabablar nima deb bir qancha sabablarni keltirib o'tdim. Ulardan yana bitta sababi hozir shu qizigan paytda bosish kerak. Gap bo'lganda shu gapni gapirish kerak. Ulardan yana bitta sababi eng afsuslanarlisi. Yaxshilab eshitinglar. O'zingni vataningda, o'zingni vatandoshing senga xuddi shunday muomala qilgandan keyin boshqa davlatning fuqarolaridan nimani kutasizlar? Seni o'zingni vatandoshing senga qarata shunday gaplarni aytsa, seni haqorat qilsa, boshqa vatandoshlardan, boshqa millatdan nimani kutishinglar mumkin? Hech narsani kuta olmaysizlar. Sababi o'zingni vatandoshingni xo'rlasa, azob bersa, kamsitsa, boshqalardan nimani kutasizlar? Gap shu. Ulardan bittasi mana ko'rdinglar. Buxoro shahar hokimimi, viloyat hokimimi, xullas kalom Buxoro hokimi chiqib nima dedi? Mana shu bog'chaning atrofida qurilgan uylarni hammasini buzib tashlaysizlar. Odamni chiqsa, sud-put qilmasdan odam-podamimdan ko'mib tashlaysizlar deb gapirdimi? Mana bitta misol. O'zingni vatandoshing o'zingga qarata shunaqa gaplarni gapirgandan keyin boshqadan nimani kutasizlar? Demak, bir narsani bilishimiz kerakki, yurtimizda qonun ishlamayapti. Mutlaq desak noto'g'ri bo'ladi-yu, oddiy xalqga ishlayapti-yu, lekin mansabda o'tirgan insonlarga qonun ishlamayapti. Bu achinarli holat. Har qaysi davlatda har bitta insonga, oddiy fuqarodan mansabda o'tirgan fuqarogacha, hokim bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, ichki ishlar bo'ladimi, hattoki prezidentga ham qonun barobar bo'lishi kerak. Qonun barobar ishlash kerak. Nafaqat oddiy xalqga, qonun hammaga barobar bo'lishi kerak. Lekin biz aksini ko'ryapmiz. Qonun oddiy xalqga ishlayapti, mansabda o'tirgan insonlarga qonun ishlamayapti. Bu achinarli holat. Hozir o'qib qoldim. U insonning gaplari mutlaqo noto'g'ri. Boshqa niyatda, boshqa tarzda gapirilgan. Qanday tarzda gapirilgan? U ochiqdan ochiq buyruq beryapti. Ochiqdan ochiq, qarang, ochiqdan ochiq buyruq berilyapti. Bizda qonun bor, konstitutsiya bor. Qonunda yozib qo'yilgan. Yuristlar bo'lsa, advokatlar bo'lsa, biladi juda ham yaxshi. Ochiqdan ochiq buyruq. Uylari buzib tashlaysan, sud-put qilmasdan. Odamlari chiqsa, odam-podamimdan ko'mib tashlaysan. Bu qanday? Terroristik harakatlaridan biri. Terroristik harakatlanishga harakat. Odamlarni o'ldirishga buyruq beryapti. Ko'mib tashlaysansa odamlarni o'ldirish bo'ladimi? Otib tashamasa ham, so'ymasa ham ko'mib tashlaysan desa bu odam o'ldirishmi? Odamni joniga suiqasd qilishga harakat. Bunga qanday qaralashimiz kerak? Nima deb atashimiz kerak? Nimaga u insonlarni jinoiy javobgarlikka tortmaydi? Oddiy bir hozir bitta inson chiqib gapirsin, oddiy xalqdan chiqib bitta inson gapirsin, olib borib srazu qamaymiz. Necha yilga qamaysizlar, endi u o'zingizlarga havola. Nimaga ularga chora ko'rilmaydi? Nima sabab? Biz nima 90-yillarga qaytyapmizmi? Okalar, bratalar, bratva, otishmalar shunaqa davrga qaytyapmizmi? Kechirib qo'yasizlar. Unaqa davrlar o'tib ketdi. Bunaqa davrlar hozir hech qayerda yo'q. Mana bitta misolni aytaman. Kecha bitta misolni aytdim. Hozir yana bitta misolni keltirib aytaman. Yana qaytarib aytaman. O'zingni vatandoshing, o'zingni millatdoshing, o'zingni vataningda o'zingga qarata xuddi shunaqa harakatlar qilgandan keyin boshqa millatdan sen nimani kutasan? Boshqa millat kelib, "Akaxonim, sizni vatandoshingiz sizni xo'rlayotgan ekan, biz sizni keling, hurmatingizni qilamiz" deydimi? Yo'q, pashol deydi. Seni o'zingni vataningda seni hurmat qilmagan, bizni vatanda seni hurmat qilamizmi deydi. Mana gap qayerda?
Xullas kalom, o'zingizlarning fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Men noto'g'ri gapiryapmanmi? Yolg'on gapiryapmanmi? Fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, millati, irqi, dinini kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir inson o'zini fikrini bildirishga haqli. Qonunda belgilab qo'yilgan. Любой joydan internetdan xohlagan mavzuyingizni olib, xohlagan mavzuga o'zingizni fikringizni bildirishlikka haqqingiz bor. Hozir qo'rqishimiz kerak emas. Sani harakatlaringga qaysi birdir inson jinoiy harakatlar qilyaptimi? Senga nojo'ya harakatlar bo'lyaptimi? Chiqib gapiringlar. Qo'rqoqlik qilib o'tirmanglar, gapiringlar. Qonun ishlashi kerak. Nafaqat oddiy xalqga, boshqalarga ham, prezidentga ham qonun bitta, hokimga ham qonun bitta, boshqasiga ham, oddiy xalqga ham qonun bitta. Qonun yoki oddiy xalqga boshqacha qonun ishlab chiqarilgan, hokimlarga boshqacha qonun, prezidentga boshqacha qonun ishlab chiqarilmagan. Qonun bitta ishlab chiqarilgan bo'ldi. Tamom, vassalom. Qonun ishlashi kerak. Jinoiy javobgarlikka tortish kerak. U insonni olib chiqib butun xalqdan, o'sha Buxoro xalqidan uzrini so'ratish kerak. Xo'p, mayli, hozir aytishinglar mumkin. U noqonuniy qurilgan uylar. Хорошо. Mayli. Хорошо. Qizishmaymiz. Noqonuniy qurilibdi. Sani tiling yo'qmi? Yoki bizning vatanimizda uy quradigan kadastr bo'limi yo'qmi? Kadastrga chaqiringlar. Bu uy qachon qurilgan? Nima maqsadda qurilgan? Sizlarning ko'zingizlar qayerda bo'lgan? Kim ruxsat berilgan degan gap bormi yo yo'qmi? Demak, shunday ekan, qonun ishlamayapti. Hokim xohlagan narsasini gapiradi, xohlagan odamini qamatib yuboradi, xohlagan odamini uy-puyini buzdirib ko'mib yuboradi. Qanday qarashimiz kerak? Ajoyib va g'aroyib. Ohoy, eshityapsizlarmi? G'aroyib. Bu kamarlar ham keldi o'sha. O'shaning uchun aytaman, Demak, uy qurilib qo'yibdi. Chaqirdik qurilishga, kadastrni. Demak, shu uylar qurilayotgan paytda kadastr ko'zini yumgan yoki pora olgan. Boshqa gap yo'q. Tushunyapsizlarmi? Boshqa gap o'zi yo'q. Mana qayerda gap. Har bir narsani ko'tarib jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Hokimini ham tortib, boshqasidan tortib. Uylar qurilibdimi? Kadastrni chaqir. O'sha qurilgan payt nechinchi yil bo'lgan, kim o'tirgan, kim boshliq bo'lgan, kim shu yerga qaragan? Ko'taringlar. Biz chiqib o'rgatishimiz kerakmi hamma narsani? Yo'q. Har bir inson o'zini mansabidan kelib chiqqan holatda o'zini vazifasini bajarish kerak. Agar o'zini mansabini vakolatidan kelib chiqqan holda oddiy xalqni xo'rlasa, oddiy xalqqa azob bersa, oddiy xalqqa ko'mlaring onasini yemsin desa, jinoiy javobgarlik bor. Bu terroristik harakatlarga harakat boshlanyapti. Bu pizdets bu. Так что o'zingizlar harakatni qo'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikringizni albatta yozib qoldiringlar.